Assalomu alaykum barchaga azizlarim. Hozir men sizlarga qanaqa qilib 1 yil davomida uy olishdi sirlarini aytib beraman. Ochiq oydin kimlargadir motivatsiya bo'lar, kimdir u gaplardan foydalanib o'zlariga uy olar, bilmadim. Endi men o'zimda hayotimdan kelib chiqqan holda gapirib o'taman. Men 40 yoshimda uyli bo'ldim, shu bu yil uy oldim. Lekin ungacha uyga muhtojligi joyim bo'lmadimi, bilmadim. Hech qachon uy olish uchun harakat qilmadim. Keyin Rossiyadan O'zbekistonga keldim, xullas kalom. Kelsam, kelganimdan keyin qaradim uy kerak. Keyin esa bir opa bilan bir opa $23,000 ga uyimni sotaman dedi. $22,000 ga. Keyin u ham bo'lsa korobka uy. Keyin men bor $9,000-10,000 pulim bor qo'limda, $9,000 berdimda, $1,000 bilan Turkiya davlatiga kelib ishladim. 1 yil davomida, lekin ishoninglar do'stlarim, hech narsa olmadim o'zim uchun. Faqatgina juda ham kerakli narsani oldim. Ehtiyojingiz sezgan 1 yil davomida, misol uchun ko'chalarga chiqib, chiroyli kiyimlar kiyib, qish keldi, bo'ldi, palto olishim kerak, kurtka olishim kerak. Umuman unaqa narsa yo'q. Oyoq kiyim, saposhka, unaqa narsa. O'zi Turkiya davlatiga kelganimdan keyin men issiq joyga, issiq o'lkasiga keldim. Bu yerda qish bo'lmaydi, qor yog'maydi. Lekin qor yog'magandan keyin kampir qarashga ishga kirdim. U yerdan chiqmaganingizdan keyin sizga nima uchun kerak-ku? Nima oti, palto, kurtka. Keyin uniga ehtiyoj sezmaganimdan keyin u narsani men olmadim. Olmaganimdan keyin oradan 1 yil o'tdi. 1 yil o'tgandan keyin do'stlarim, uyimni pullaridan qutuldim. Allohga shukrlar bo'lsin. Hammasiga Alloh avvalambor. Uyimni pulidan qutulib, endi Xudo xolasa remontini boshladim. Lekin 1 yil davomida o'zimga hech narsa olmadim, lekin Allohga shukr baxtliman. Lekin hech narsa olmasam ham, kiymasam ham, yemasam ham, ichmasam ham, ko'chaga dugonalarim bilan chiqib aylanmasam ham, endi men kelganimdan keyin menga chetroq joydan ish chiqdi. U yerda o'zbeklar kam. Shuning uchun nima desam ekan, u yerga mayli ishga ketdim. 1-2 talar o'zbeklar aytdiki, "Yo'q, ketmagin. U yoqda o'zbeklar yo'q, zerikasan, chetroq joy." Men pul uchun kelganman. Nima qilayki u dugonani, do'stni 40 yil dugona qildim, 40 yil do'st qildim. Ulardan nima foyda tegdiki? Meni mana hozir uyim yo'q. Nima qilyapti? Menga yordam bergan yo'q, boshqa bergan yo'q. Hech kimga yordam bermaydi. Ulardan umidvor emasman. Lekin men pul uchun ketdim chetroq joyga ishga. Allohga shukr, mana 1 yil davomida dam olmasdan ishladim. Allohga shukr, uyimda qildim, joyimda qildim. Yana nima demoqchiman? Chet davlatga borib, men o'zi ko'zim bilan ko'rganlar bor-da endi. Ko'rgan qizlar bor, oyligini oladi-yu, boradi, kiyinadi, yeydi, ichadi. O'zim ham shunaqa edim. Bir zamonlar o'zim ham shunaqa edim. Misol uchun pulim bo'lsa, yurardim, kiyinardim, yerdim, ichardim, chet davlatlarga aylanishlarga borib kelardim. Allohga shukr, chiroyli yashaganman. Hozir ham nima desam ekan, 1 yil hech narsa olmasdan ham yashasa bo'laykan odam. Hech narsa olmasdan ham yashadim. Oxirgi nima desam, baxt juda ham chiroyli bo'ldi. Uy bo'lsa odamda qanaqa chiroyli. Misol uchun ko'ylak olib baxtli bo'lganingiz qanday-yu, uy olib, mashina olib baxtli bo'lganingiz qanday. O'shaning uchun ba'zi bir chet davlatda yurgan qizlarga maslahatim meni, nima desam ekan, iloji bo'lsa shu chet davlatga yuryapsizmi, uy oling, albatta pul yig'ing. Chet davlatda ishlaganlar hech bo'lmaganda ja qiynalib qoldim deganlari, hech ishim o'xshamayapti deganlari 1 yilda $10,000 yig'sa bo'ladi. Qolganini ishlating. Misol uchun $10,000 dan qolganini mayli yeng, iching, kiying, aylaning. Nima desam, bitta ko'ylak kam kiying. Lekin nima desam, 1 yil davomida uyli bo'ling, 2 yil davomida uyli bo'ling. Agar siz mabodo aytishingiz mumkinda, hozir qayerdan orttiramiz? $10,000 1 yilga mumkin emas. Ba'zida shunaqa joylar bor, chet davlatlarda shunaqa ishlar bor. 1 yilda $10,000 yig'maysiz. Mayli $5,000 yig'ing. 3 yilda 3 yil hash-pash degancha o'tib ketyapti. 3 yilda bitta uyli bo'ling. 4 yilda bitta uyli bo'ling. Agar mabodo bitta davlatga borib siz $600, $700, mayli $800 bir oyda orttirmasangiz, u davlatdan keting. Men sizga maslahatim. Yaxshi surishtiring, internetlarda tanish toping. Hozir iloji bor, hamma narsani iloji chiqib ketgan. Bir joyga borib, boshqa joyga borsam nima ahvol, qanaqa bo'laman, unday bo'laman, bunday deb bo'laman demang, hamma narsa Allohdan. Alloh rizqingizni beradi, qo'llab-quvvatlaydi. Hozir o'zim ham Rossiyadan Turkiyaga ishga kelganman. Rossiyada yurgan vaqtim
To'g'risi gap, hozir Rossiyada ishlaydiganlar orttira olmaydi. Oyiga 5-600 dollar qila olmaydi. 5-600 dollar qila olmasangiz agar, keting, sizga maslahatim, chet davlatga ketib ishlang. Bu ochiq haqiqat. Boshqa davlatga keting, Turkiyaga keling, kampir boqing. Siz tilni bilmaysiz, qiynalasiz. Nima bo'pti? Qiynalsangiz qiynalibsiz. 1 yil qiynaling, 2 yil qiynaling, 1-2 yil emas, 5-6 oy qiynalarsiz til bilmasdan. 5-6 oydan keyin o'rganasiz, yaxshi ish topasiz, ketasiz. Kelgan vaqtingiz 500 dollarga ishlang, 600 dollarga ishlang, 700 dollarga ishlang. O'zim ham misol uchun kelgan paytim 700 dollarga ishlaganman. To'g'risi gap, hech kimdan yashirmayman. 700 dollarga 3 qatli villani men tozalaganman. Villa 3 etajli uy. Uni uborkasiga ishga kirganman. Hech ham nolimayman. Allohga shukr, 2 dona uyda bola bor edi. U bolalar bilan har kun gaplashib 2 oyda o'zim turk tilini bemalol o'rgandim. 3 etajli villadan ishdan chiqib, kampir boqishga ishga kirganman. Ishdan chiqqan vaqtim hamma menga yo'q, ishdan chiqmagin, ish yo'q, ishlar arzon, unaqa bunaqa degan, internetdan ko'ryapman. Ish bor, puli bor. Chiqdimda, qo'limga ozgina pul bilan chiqdimda, turgan kvartiramga, turgan mehmonxonamga pul to'ladimda, boshqa joyga ishga o'tdim, kampir qarashga. Mana Allohga shukr, hozir yaxshigina o'rganib ketdim. Yaxshi bilmayman, endi bilib bo'ladi. Savol-javob qila olaman bemalol. Shunday qilib, azizlarim, kim qaysi davlatda yurgan bo'lsa, hammani Allohim omadini bersin. Agar so'zlarim sizga yoqqan bo'lsa, kanalim yoqqan bo'lsa, oddiygina kanal, nima birovlarda unday osmondan gapirmayman. Bemalol obuna bo'lib qo'ying. Nima savolingiz bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarni ko'rishguncha Allohimga omonatsiz. Hammalaringni yaxshi ko'raman, hammalaringni sevaman. Hech kim beuy qolmasin. Hammani Allohim omadini bersin.